Xotin, nimang turdimi? Nima? Ha, nimang borki, shu turdimi deyapman. Nima tushuntirib gapiring, nimani ma'lamasdan? Bu yerda yotibdi-ku nimang. Ana shu turdimi deyapman, ana. O'g'limmi? Ha, ana shu turdimi deyapman. Siz hayli uyda yotibdi. Bo'ldi, bor, chaqirib chiq. Hamsayanga borish kerak. Assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz? Nimangiz yaxshimi? Tushunmadim. Nima nima ishing bor seni? Menga qarang, eringiz yaxshimi deb so'rayaptilar, ibi. Shuni to'rasa bo'ladi-ku. Kim? Nimaga kelanding, Ismat? Shu o'g'lim nimangni ko'rib qolibdi. Bir kayf kelgan. Bir bersang shu nimang o'ynasa. Ana. Nimaga kayf ketdi? Ha? Ana, tarvuz topdingiz. Ha, ana shu futbol o'ynamoqchi bachalar bilan. Shunday demaysanmi? Hay, olaversin, o'ynasin. Men to'g'ri gapirsang bo'ladi-ku shuni, Ismat. Endi siz amakina to'g'ri tushunmang. Bilasizki, dadam so'z boyli ekan. Shunga nima deyaveradilar-da. Ha. Musi kapak. Ana, hozir xotining ko'rdim, nimasi yomon gap degani? Tushunmadim. Nima deysan sen, Ismat? Sen og'zingga qarab gapir. Menga qarang, darrov xotiningiz dadam murdi, qo'li katta ekan debdilar. Ha, shuni to'g'ri aytsang bo'lmaymi? Mayli, sog' bo'ling. Nima? Xotining ayt. Nimasini yopib qo'ysin. Uydan qaytan hammasi qarab o'tyapti. Nimani? Darvozangizni aytibdilar. Ha. Sog' bo'linglar. Shu Ismatni bir kun bittasi tilini qo'parib oladi-da.